Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, bugun sizlar bilan ushbu milliy sertifikat misolini ko'rib chiqamiz. Demak, bizga e, mana bu shart berilgan funksiya fx+3 barobar 2 fx qo'shuv 5 va f2 4 ga tengligi berilgan va f8 ni toping deb aytilgan. Mana bu variantlardan bittasini tanlashimiz kerak. To'g'risini topib, demak boshlaymiz. Bizga berilgan mana bu narsa. Ya'ni fx+3 barobar 2 ko'paytiruv fx qo'shuv 5 va f2 ni 4 ga tengligi bor bizda. Endi bizga kerak bo'ladi nima? f8. Maqsadimiz mana shu f8 ni topish. Keling, f8 ni fx+3 ko'rinish shaklida yozib olaman. Ya'ni f5 qo'shuv 3 qilib yozib olaman 8 ni. Endi mana bu holatdan yuqoridagi ko'rinishga, formulaga fx funksiyani ko'rinishiga tushiradigan bo'lsak, x ni o'rniga 5 kelyapti. Hop, demak bu narsa teng bo'ladi 2 ta f5 qo'shilgan 5 ga. Hop, endi f8 ni topishim uchun faqatgina bir qadam f5 ni nechaga tengligini topishim kerak. Xuddi zanjirga o'xshab bog'lanib ketyapti. Demak, f5 ni topaman. Hop, f5 ni yozib olaman mana bunday. f5 ni fx+3 ko'rinishda yozib olaman. Ya'ni 2 qo'shilgan 3 ko'rinishda yozsam, x ning o'rniga 2 to'g'ri kelyapti. Demak, x o'rniga 2 qo'yaman. 2 ko'paytirilgan f2 qo'shilgan 5. Bizda esinglarda bo'lsa f2 ni qiymati bor. U 4 ga teng. Endi ana shuni qiymatini qo'yaman. 2 ko'paytiruv 4 qo'shilgan 5 bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 2 ko'paytiruv 4 8 qo'shib 5 barobar 13 ga teng. Demak, f5 imiz 13 ga teng ekan. f5 ni topib oldik. Endi f8 ni topish uchun f5 ni o'rniga ana shu qiymatni qo'yamiz. Yuqoridagi joyga barobar yozaman. 2 ko'paytirilgan f5 ni o'rniga 13 qo'yaman, qo'shilgan 5. Hisoblaydigan bo'lsak, javob 31 chiqadi. Demak, f8 31 ga teng ekan. Ko'rishimiz mumkin. Demak, to'g'ri javobimiz D javob 31.